Assalomu alaykum, video ko'ramanlar. Inshaalloh biz foydali ma'lumotlarni qo'yib boshladik. Foydali ma'lumotlardan biri shu hozirgi kunda barliq odamlar barliq emeler uy sollari usturiga qildirib жатат. Andan keyin parova отоплениесі topib bo'ldi жазатам deb. Usta saltat, usta kelsa uyni bunday окошкалар qo'yib qo'yadi. Toplib qildiram deganlar. Ma'qul, bu odam qo'yibdir. Mana en zor çeçim o bir kirpiç koyup koyasız akoşkanın aslında eşitin aslında o şonda toplipol kılsanız toplipol 3 cm penaplex olsa anın üstünde 6-7 cm mesle kalat o şonda penaplex simeler menen 4 cm kes üstünde 6 cm 7 cm steşe koyulat. Emi bunu bilganlar bilet. Emi жаңы үй салганда адамдарга бул пайдалуу маалымат. Ondan keyin daha bir emesi konvektor boyunca. Kimki uyine konvektor radiatorlar qo'ydirsa, o'shanday qilib, apalga qilib qaltirat. Sizlar deganda bunun vысотасы steshkaga, ondan keyin parket bo'ladi, boshqa emelar bo'ladi. Anın o'rnini, o'shaning o'rnini turalab qo'yadi, o'sha konvektorni. Buni apalkani qo'yib qo'ysa qısıp qalıp da bo'ldi, konvektor aslında qalib ketadi. Ildida qalib ketadi 2 cm 3 cm. O'shoni esebini, o'shonda apalkani qo'yib, konvektorda ustanovka olib qo'ysanızlar, keyinchalik uy putkanda uydun parketini, yoki gilam emesini, nölünü to'g'ri qilib turib, andan keyin beton qo'yib qo'ysa bo'ladi. Shonday ma'lumotlarni постоянно qo'yib boramiz. Bizi Instagram, TikTok paraqçamızda qatnalib qo'yingizlar, like bosib qo'yingizlar.